Aldığında karnabek keldi, bu muzaffagan edi, bu bidon. Loyihada armatura yo'q bu yerda. Mana 18lik, 8lik. 8lik degan xamuti bu. Mana -18 ga deydi ekan bu. Mana. Men bu tavuklar yoki texnazor emasman, yoki shu narsaning mutaxassisi emasman men. hech qanday uning aloqasi yo'q. Yaxshi. Sovuqda ishlash mumkin emasmi? Mumkin emas. Bu tagi haqiqatan bu ko'p yillarga chidab beriladimi yoki yo'qmi? Bunda oldindan tekshirib ko'rib o'tgan chiqar. Shu reglga o'satilgan olmasa ko'rsatilganmi? Yo'q, o'nliq emas. U yerda 20lik armatura. Yagona TV YouTube kanalidan uzoqlashmang. Yagona TV YouTube kanali xalq bilan birga. Takatmaga legitima. Az ko'rsan aynada Yo'q, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida va Maxtumqul OF'da solinib yotgan maktabimizni ikkinchi marta ikkinchi tomonni ham tinglashga va ikkinchi tomonda bo'lib o'tgan videolarimiz bo'lgan. Oldingi videoda shu masalalarga savollarimizga albatta javob olish maqsadida shu quruvchilarning, shaxsan quruvchining o'zining yanida keldik va hozir quruvchining o'zi bilan suhbatlashsak, video olib borish jarayoni, korоче, bizlar ham bizning rasmiy munosabat bo'ladi dedi. Shu bilan prorabning o'zi shaxsan o'zlari bilan ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ana kuni videoda ko'rgan chiqasiz, bizlar keyingi vaqtda sizlar yo'q edinglar, bir yoqqa ketdinglarmi? Biz ofisga ketdik, majlis bor edi. Ofisda jinoish bor edi, ofisda o'zingizga. Sababi bu yerda kattalardan hech qanday topilmadik burada. Na brigadirni, na prorab, na bu yerning yashulusi, supatirach chiqib qo'yasizlar hozir firmaga. Gen patirachga o'zingiz. Hozir sizlar obyektda proyekt ishlayapsizlarmi? Smeta loyihalari asosida ishlanyapti. Proyektning sud modern plus degan mana bari tasdiqlangan. Shu hammasi shu proyektga asoslangan. Bu yerda sizlar o'z boshimchalik qilib proyektni o'zgartgan, yoki qalbga ishlagan yerlaringiz yo'qmi umuman? Hech qanday proyektda o'zgarish yo'q. Sababi bu yerda gasen nazorati bor. Gasen, texnazor bor. Ular kelib tez haftada bir ikki marta kelib barini kontrol qilib turadi. Shunday avtoriskiy nazor ham bormi? Avtoriskiy nazor ham bor. Tushunarli, qarang. Bu prямо mana pishgan g'ishda bu. Shuning ustuna просто men endi xalqdan fuqarolar tushunchasi oddiy bir chasi uy salatan bo'lsa-da, обязательно seysmopoz quyib turib, moyaka plitka yotqizadi uning ustuna. Sizlarda nechun unday emas? Ili proyektda shu ko'rsatilganmi? Mana proyektni asosdan proyektda shunday hozir mana kirpishni qiladigan keyin rastvor tekstlar rastvor qilib qo'yib chiqiladi. Rastvor mana ko'rinib turibdi. Shu rastvor qilib ustiga yovladi bu plita. Bular kaptanni aviatsiya poyezd degan qo'yiladi. Armaturlarni to'qib tayyorlab qo'yibdi. Hozir buni pastirib bo'lgandan keyin armaturlarni qo'yib, apalklarni o'rnatib, beton quyiladi. Proyektda bergan bo'yicha necha marka? Proyektda shu deb ko'rsatilgan, to'g'rimi? Sizlar qo'lingizga berib qo'ygan proyektda. Proyekt bo'yicha ishlayapsizlar. Proyektga hech qanday o'z boshimchalik izmeniniya bo'lmagan bu, to'g'rimi? Proyektda hech qanday o'zgarish yo'q. Bu qarang endi, bu, например, pishgan go'sh. Buga reglniya seysmopoz quyilmagan. Sababi bu yerda reglniya bo'lmasa, bu ustunlarimiz yo'q. U nisbatan ustunlar qo'yilmagan bu. Mana shu o'rtada proyekt bo'yicha mana 4 yer tepaga chiqamiz. Padakimiz bo'lsa proyektni ko'rsatib beramiz, mana shu kolonlar, ustunlar qo'yganmiz. Mana ko'rs. Mana Kiradi. 4 yerda mana. 4 yerda ko'rsatilgan. Loyiha bo'yicha shu 4 yerda mana. Shu bo'yicha o'rnatganmiz. Tushunarli. Mana bu yerda armaturlari, qayerda qanday armaturlar. Endi ne armatura razmeri shunda mana shu reglga o'satilgan olmasa ko'rsatilganmi? Yo'q, o'nliq emas. U yerda 20lik armatura. Mana seysmopoz reglda. O'zg'ab turib ko'rsataman. Mana yangi kolon stoklarimiz. Mana bu yerda nelar qanday armaturliklari berilgan mana 18 lik. Mana qarang orqangizga mana. Mana 18lik, 8lik. 8lik degan xamuti bu. Mana. Bu 8lik xamut. Buni 18 xamut turadi. 18lik armatur mana. Loyihaga asosan hammasi shunda o'rnatilgan. Hurmatli ko'rarmanlar, qaranglar. Men bir narsa tushuntirib o'tib ketayin. Men
faqatgina jamoatchilik nazorati bo'yicha shu masalani fuqarolarning iltimosiga binoan shu masalani o'rganmaya keldim. Men o'zim ham quruvchi sifatida. Lekin men bu tavaqqa yoki texnozor emasman, yoki shu narsaning mutaxassisi emasman men. Siz aytib keting. Bu yerda bu qurilishlarga, hech bir qurilish jarayonina, hech bir narsaga men javob bera olmayman. Buni bo'ladi, buni bo'lmaydi deb men fikrim yurita olmayman. Bu narsalar barchasi mutaxassislar tomonidan va bu kishilar shunday chiqadi deb o'ylayman. Shu qo'ldagi loyihaga asoslanib, loyiha bo'yicha, loyihaga asoslanib shu narsalar barchasi ishlayapti deb menga tushuntirib beryapti. Loyihadan hech qanday chiqqan yerim yo'q. Loyiha hech qanday qalbakilashtirilmagan deb turibdi. Original pechetlar bormi urilgan? Ko'rib qan avtorskiy proyektorist kompaniya qanday? Modern Plus mana. Modern Plus proyektni и pechati, и o'zing podpisi. Aha, Berdan Davlatboyev degan buni direktori. Berdan Davlatboyev. Berdan Davlatboyev degan mana proyektni yasagan odam, ishlab chiqqan kompaniyaning direktori shuni. Direktori. Proyektlar emas, original pechatlar turibdi, originallarni ko'rib chiqadirmiz, hech qanday qalbakilashtirilmagan deb turibdi. Ondan esa yo'l ham berilmaydi, yo'l ham qo'yilmaydi. Bu kishilar aytadi, bizning ustimizdan texnozor, avtonazor va o'zimizning kompaniyaning ham texnozorlari bor. Har bir joydan texnozorlar o'tgandan keyin texnozor qabul qilgandan keyin qolgan ishni bosma ishlab boramiz deydi. To'g'ri. Tushunarli, proyekt bo'yicha og'aylar bu yerda 4 kira kolonna proyekti ko'rsatilgan ekan. Biroq bu qanchalik mustahkam bo'ladi, qanchalik mustahkam bo'lmaydi, u mutaxassislar tomonidan o'rganib chiqiladi bu narsalar. Bu zaborning fundamentini Olmaotada ko'rsatilganmi loyihada? Loyihada armatura yo'q bu yerda. Loyihada armatura yo'q. Sababi men oldingi videoda men bo'lgan umuman armatura solinmay quyilgan ekan. Lekin bu qanchalik haqiqat, qanchalik haqiqatga yaqin emasligi men bilmayman. Mutaxassislar tomonidan aniqlanadi u. Deb men prosta o'zim jamoatchilik nazorati bo'yicha qiziqtirgan savollarni beryapman. Mana o'rganib chiqsak, mana bu tengda 40 ga 40 santimetr balandligi ham 40 beton. Bunun aslında mana bu yerda ko'rinib ham turibdi. Rasmlarni olib qo'yibmiz. Bu aktlar yoziladi bunga. Bu tumbu ustunlarning asli. Boshqa tumbularga betonda quyib, mana bu yerda ko'rinib ham turibdi. Qancha santimetr yeri asli? 40 santimetr. 40 santimetr, ha? 40 santimetrga 40 santimetr, pastga 40 santimetr. Tushunarli. Bu keyin mana 30 ga 25, balandligi 30 santimetr. Yeni 25 santimetr, mana uzunasiga 94 metr qo'yib, mana stoykalarni qo'ygandan keyin quyib chiqildi. Keyin mana metallический bari loyihada qanday bo'lsa shunday. Tushunarli. Bu men kelgan bu qarda, ayniqsa qar muzlab yotibdi. U ziyon yo'qmi? Qar yo'q ketganisidan qilgan ustida. Yo'q, bu erta quyilganda bu yerlar. Erta quyilgan. Bari bizning Gasen laboratoriya degan bor, kelib bu betonlarni o'tib xulosa beradi-da. Tekshirib qabul qilsaganda akt yozadi, to'g'rimi? Ular kelib otib laboratoriya nima yozib beradi. Haqiqatan ham shu loyihadagi markaga javob beradi. Bilasizmi, asli zabor например, ama metallik zabor, bunun ustida bunda nazarchalari, shunda palkalar bo'lib turadi. Yo'q edi. Mana 395 tani mana bu o'rnatib svarkalab chiqadi. Endi qo'yiladi. Ustidan kiygiziladi. Mana har bir dadiga 395 tani. Al tomoniga kiygizib svarkalab chiqadi. To'g'ri, lekin bo'lish burada proyektlarda bo'lish kerak yoki bo'lmashi kerak albatta men bilmayman. Bu men o'zim qilgan zavod. Bunda shu narsa bo'lgan edi. Ularni o'rnatib, pika deydi uni, pikalarni o'rnatib keyin kraskalab chiqiladi. Xo'p, tushunarli. Lekin mening fikrimcha, zavodning fundamentini Olmaota tashalmagani mening fikrimcha-da, bu juda slaviy narsa deb hisoblayman. Men o'zim fikrim. To'g'ri, lekin bizlar ham proyekt smetalarga asoslanamiz. Mana ko'rib shu smetada bari ko'rsatilgan bo'yicha razmeri, smetada nima berilgan bo'lsa, loyihada mana shu bo'yicha bajariladi. Hech qanday o'zgarish nimalar yo'q. O'zimizning oylik maoshimizni Olmaota qo'ymaymiz-ku o'rga. Ertaga kontrol keladi. Masalan, bu 1 santimetr kichik bo'lsa, hammasi par razmeri. Loyihada qanday bo'lsa shunday. Tumbada barcha Olmaotaga karkas. Unda kres etib nima svarkalangan turbaga tegib turba. Naryoqda karkas to'qilmagan bu. Yo'q. Mana unda armatura svarkalanib tegiga tashalgan hammasida. Og'aylar, bu yerda va tegishli mutasaddilar, men bu yerda prosta savol qo'yibman. Bu meni qiziqtirgan savol. Bu ichida Olmaota fundamentning ichida Olmaota solinmagan bo'lsa, bu mustahkam emas, bu bunda slaviy qolmaymi degan o'zimga qiziqtirgan savolni beryapman sababi.
Bu обязательно shu narsa bo'lish kerak, nechun shu narsa bo'lmagan, proyekt noto'g'ri deyotgan yo'qman. Unda deyotgan yo'qman. Ketgan hammasi formasi, kasklari bor. Shundan keyin kiymay chiqqanda bo'lmasa hammasida bor 100%. Biroq biz haqiqatan tushdan keyin keldik bizlar. Abitdan keyin keldik. Men tushgacha shu yerda bo'ldim, majlisga ketdim men. Hammasida formalar bor rabochilarning. Молодец yigitlar. Qarmanglar. Bo'ladimi? Молодец. Ana bir forma kaslar yo'qmi shu aytadi. Ko'mirxona ishlab, juda kichkintoy bo'lib qolgan emasmi? Yo, normalmi? Proyekt asosida. Mana Loyiha shunday bo'ladi. Shu narsaga endi yana tenderdan pul oldirilgan, shu bo'yicha ishlayapsan, to'g'rimi? Ko'ringlar. Shu narsani qo'shib ishlab turgan. Bu yerda, короче, bunda 100 kg og'irlikda rastvorga, значит, 1 tonnaga 100 kg qo'shilsin deb qo'ydi-da bu yerda. 1 tonnaga 100 kg qo'shiladi. Ozgina ishlaydi-da, masalan. Ozgina rastvor ishlab, buni qo'shib, ko'p bu yerda baklashtiradi. 100 kg 120 litr suv bo'ladi-da, taxminan. Men taxminim bo'yicha. Shunda 100 kglik rastvorga 120 litr chamasida antimor qo'shiladi. Shundan qo'shib ishlatib, ozdan ishlaydi-da, mana. Tushunarli? Bu plus 18 ga, minus 18 ga deydi ekan u. Mana. Bu asosan bu kladkalarimiz oldin qilingan ustida bir 1 metrlar yeri qolgandi-da ozgina. Shuni bitirish uchun mana antimorozdan qo'shib asosan o'zi issiq vaqtda qilingan bu kladkalar. Yaxshi, tushunarli. Mana bino buziladimi yoki shu kattalar deb qo'yildimi? Bu bularning bizga hech aloqasi yo'q. Bu eski bir 80-yillarda hashar yo'li bilan qurgan ekan o'zi. Maktab o'quvchilari. Endi bu shu qalaman. Buzilib ketsa kerak, buni buzilib tashladi. Paka o'sitaga kirmaydi bu. Bizga hech qanday buning aloqasi yo'q. Yaxshi, bo'ldi. Yaxshi bu kelishdi. Bu yaxshi hech narsaga kirmaydi ekan. Hech asosi yo'q ekan. Endi buni to'g'ri qilsa bu. Qaytadan o'rib chiqdi o'kin. Endi qara. Yaxshi, bu qaytadan o'rib chiqqan ekan. Imini men kelgan vaqtda, jamoatchilik nazorati bo'yicha o'rganmagan kelgan vaqtda, bonus bu tirishini berib, yig'ilib yotibdi. Qo'lda ishlayotgan vaqtda to'g'ilib yotibdi. Ne sababdan bunday bo'lgan yaxshi? Shuni so'g'roq bo'lgan, mana hamma yerni to'ktirishi mumkin. Qaytadan hammasi sozlab ishladi bu. Bu kun sovuqda qilingan ana shu yo'llar. Sababdan tushib qolgan, mana tushirib tashlab, hamma yerini qaytadan. Yaxshi, mana sodda qilib tushuntirib, yaxshi sovuq ekanini bilasizlar. Shundan bu ishlaysizlar uni. Endi sovuq. Agar ishlash mumkin, sovuqda ishlash mumkin emasmi? Mumkin emas. Sovuqda ishlash mumkin emas. Lekin sovuq ekanini bilib turib nechun ishlayman shunda? Yo'q, shu kun sovuqroq bo'lgan, keyin tushirib tashlab qaytadan qildi. Mana u yerda bir 2 kvadrat etran bo'lganda. Hozir men quruvchining shaxsan rahbarining o'zidan men shu masalaga munosabat so'raganman, u munosabatini bildirib turibdi. Rimbekan aka, biz shuni kafeliklarni tatgan paytda kun plus 5 gradus issiq edi. Aslida kafeliklarda minus 4 gradusgacha ishlashga bo'ladi. Lekin ertasiga bir reski kun 10 gradusga sovib ketdi, biz bilmay qoldik deb aytadi-da. Bular qilgan paytda kun issiq edi. Kechasiga sovuq bo'lgan, shunda sovuqning hisobidan buni tushirib tashlab o'zingiz ko'rganda bari qaytadan yaxshilab qilib chiqdi. Yaxshi, tushunarli. Yaxshi buni yaxshilab qilib chiqqan ekansiz. Yaxshilab qilib chiqqan ekansiz. Endi buni qo'ldamitlari shu mana bardosh bera oladimi yoki bera olmaydimi? Endi fundamenti siz qarang. Siz toshni kesib so'ylamay, просто men sizning fikringizni bilmoqchiman. Sababi buni mutaxassislar aniqlaydi. O siz ham men ham aniqlaymiz. To'g'ri. Buning o'zining tegishli nimalari mutaxassislari bor. Mutaxassislar tarafidan bu baho beriladi. Biz bunga hech qanday siz prorabsiz-ku? Quruvchilar proraba. Siz ham men ham baho berishimizga haqqimiz yo'q bu narsaga. Faqat mutaxassislar tomonidan. Faqat siz fikringizni aytsangiz bo'ldi. Siz prorab sifatida, quruvchi sifatida fikringizni aytib o'ting shu. Endi fundamenti berilgan bo'yicha endi chidaydi shu fundamentida. Buni suvoq qilib chiqadi, sement suvoq qilib chiqadi. Keyin ustidan ablisovishli kafel bor, ablisovishli. Ana shunday qilib chiqiladi. Nariga korpusdan mana buni pastidan 45 sm ko'ylak olib tashlanadi. Yaxshi. Tushundim. Bu narsani sizlar oldin ko'rib o'tdinglarmi? Oldin tekshirilgancha fundament qanchalik javob beradi, bera olmaydi deb. Endi qarang, просто mening shaxsiy fikrim, bu qo'l bilan nega javob bermayapti, mana qarang, mana. Ko'rdingizmi? Hali perforator emas, qo'lga. Buni qanday asoslar tekshirildi, qanday asosga qanday narsaga asoslanib turib bu ustini kapital remontga yasashga kirishsinlar degan просто shaxsiy men fikrim emas, xalqning fikri bu. Xalqning bizga masalan mutaxassislar bundan oldin ham shu remontga tushdan o'rganib chiqilgan, to'g'rimi? Masalan bu yer bo'ladi, bu yer bo'lmaydi. Shuning uchun mana bizga
Endi bir minut so'zingizni bo'ldim. Hurmatli shunga tegishli mutasaddilar va shunga tegishli komissiya a'zolari shu narsani просто biz shuni o'rtasida bahs bo'lmasin deb bu prorab bilan biz hech qanday bahslasamiz, просто bizni qiynayotgan savol bu. Shu qiynayotgan savolga bir javob berib bersangiz, bu tagi haqiqatan bu ko'p yillarga chidab beriladimi yoki yo'qmi? Shu savol bizni qiynab turibdi. Bu maktabni. Lekin bu Gasimstroy emas-ki? Firma? Yo'q, bu Jamshid. Yo'q. Jamshid. Firma. Jamshid Stroymi? Jamshid mahsulot cheklangan jamiyat. Jamshid Stroy mahsuloti cheklangan jamiyat buni salbiyatdi, lekin bu narsani sizlar kompaniya tomonidan qurilmadi, bu. Yo'q. Biz faqat kaprimon qildik. Xo'p. Bunga ruxsat berilgan. Berilgan. Endi yana bir savol. Yaxshi, bunga ruxsat berilgan ekan. Aslında shunday bo'lib qolaversin deyildimi endi shu tekshirib Lekin yo'q. Buni hozir 45 santimetr olib bu yerda atmos quyiladi 1 metr yeriga. Atmosga bo'lak narsa. Yo'q. Atmosga bo'lak Endi narsa. atmos bu suvoq qilinadi. Suvoq qilib ustidan облицовочный 45 ga 45 plita yopiladi. Yaxshi, хотя бы yaxshi, buni yaxshi suvoq qiladi deyotsa, lekin suvoqqa men o'zim shaxsiy fikrim, bu suvoq qilish noto'g'ri deb o'ylayman. Sen хотя бы karkas bo'lsa-chi, bu armatura, fermadan armatura teshib siberli deb karkas to'g'riladi-chi. Shu хотя бы jiddiy rasmon shebim bilan quyilsa kerak deyman-da bu, so'ng. Beton bilan quyiladi. Beton bilan quyiladi. Shu tushuntiringda, bu suvoq qiladi degan narsa, bo'lam suvoq oddiy foldaydi yuqoridan narsa suvoqqa kiradi. Bu beton quyiladi deb tushuntirsangiz bir juda tushunarli bo'lar edi. Lekin shunda ham shunga tegishli nimalarga aytaman, lekin shu narsani yana bir ko'p chiqishlarni iltimos qilaman. Sababi foldamid meni fikrim chidab bera olmaydigan chiqadi deb o'ylab turibman ko'pchilikka. Lekin uni bundan oldin tekshirib ko'rib o'tgan chiqar. Lekin просто o'zim fikrimni aytib o'tiraman men. Buning nilarni rengin qilinganmi? Armatura ichki karkaslarni holat qanday, armaturasi holat qanday rengin qilinganmi bu? Mutaxassislar tomonidan. Endi bizgacha masalan shuni kapremontga tushishdan oldin o'rganib chiqib, ana shu o'rganib chiqilganda bu. Bayar kakon o'rganib chiqilgan. O'rganib chiqilgan keyin masalan shu bo'lmaydigan bo'lsa, buni ham buzib qaytadan qurishga nima qilar? Og'aylar, hurmatli shunga tegishli mutasaddilar, bular hammasi o'rganib chiqilgan deydi. Bu hammasi barchasini chidab beradi deydi, например, bular hammasi. Endi o'rganib chiqilgan bo'lsa, unda mayli, biz mutaxassisimiz, biz bilmaymiz to'g'risi. Lekin o'rganib chiqilgan deydi, bu chidab beradi deydi. Meni fikrim chidab bermasligini armaturalar tekshirilgan deyapti. Ana men ko'rsatdik mana edi, mana armaturani biz chiqarib ketganmiz. Sen qo'ldan chiqib turibdi bu o'g'liq. Endi bu yerda sokolni blok terilganda, bu sokolni blokning ichidagisi. Mana shu qurilgan paytda 2006-yil qurilganda sokolni blok montaj qilingan-da. Ustiga aviatsiya qo'yilgan buni. Tegi podushka qilib, ana yerda podushkasi bor. Montaj qilib ustiga qo'yib qo'yilgan-da. Просто biz qurilayotgan maktabimiz o'quv maskani. Uzoq yillar davomida bizga xizmat qilishini xohlaymiz. Uzoq yillar davomida. Bu bir masjidday narsa-da bu. Sababi qaraganda bu bino kapital remont bo'ldi, qancha bu biz fuqarolarning nesa kelib chiqqan pullardan bo'linib turibdi bu narsalarga. Lekin fundamentlar juda ham bir nozikqa o'xshab turibdi. Sababi ko'pga chidamayotganday bo'lib turibdi men fikrim. Bu narsalarni yana bir tekshirib, yana bir bahasini bersa yaxshi bo'lar edi. Bu молодец. Hamma forma bor bu. Kaska bor bolalarımızda. Hammasi bor. Mana shuni spetsializatsiya qilmagan, qarab qancha negativga javob bo'ldi. Hammasi bor. Hech qanday kaska bo'lmagan vaqtda. Proyektda hozir aytib 20 lik armatura ko'rsatilgan deb bo'ldi. Budan nechalik armatura ko'rsatilgan? Yo'q, 20lik kolonnalarniki. Ustun 20 armaturalar ko'rsatilgan ustunga faqat. Mana balka bor, kirgan yerdagi balka bor. Bari shu 22lik, 25lik. Mana o'zi loyihada bo'yichalik. Endi bu regelniya sesma bo'yicha piltan davranida endi shu 10 lik armaturadan ko'rsatilgan. Aviatsiya qo'yishdi. Endi bular bir narsaga asoslanib chiqadi. Mana proyekt smetalarga asoslanib hammasi ko'rsatilgan. Aslida bu просто biz ham bunda chassi uylar solyapmiz. Lekin bu sesma poyta armaturasi men o'zim o'ylayman,
va o'zim rabochilamada eng kamida 16 lik armaturdan kam bo'lgan holda va shak 20 dan qamut 8 lik armaturdan 20 dan qamut qilib o'tgan bu joyning qamuti hisoblanadi deb o'ylab shu narsa asoslanib ishlaydim men. Emirgan har obyektni, masalan bir obyekt bir obyektdan farq qiladi. Har bir obyektning o'zida mana loyihaga asoslanadi. Masalan, bu yer 12 lik bo'lsa 12 dan qo'yiladi. Masalan, 20 lik loyihada shu narsa ko'rsatilgan. Loyihada shu narsa ko'rsatilgan bo'lsa, bu narsalar necha yerdan tekshirilgan, necha yerdan nuvdan o'tgan, sinovdan o'tgan narsa bo'ladi. Ekspertizalardan o'tib berilgan. Berilgan. Bu mayli ekspertizalar sinovdan o'tgan bo'lsa, bular shu bo'lgan so'z olmaymiz. Bu qanday bu? Пожарный резервуар. Пожарный резервуар. Пожарный резервуар 25 футdan 50 fut. Mana bu suv saqlangan emasmi? Ha, o suv saqlangan yeri. Пожарный резервуarga bunday truba ulanib turadi. Hozir bir ketib qolamiz. Hozir masalan suv kerak vaqtda пожарный резервуarga shu yerdan tortiladi. Ana bu yerda ikkita truba qo'yilibdi, ana. Proyekt smeta asosida mana o'rtasida 12 lik bu proyekt bo'yicha 10 lik berilgan. Lekin bizda o'zimizda 12 lik armatura bor ekan, ba'zan 12 lik armatura qo'yiladi. Tushunarli. Buni avvalo bu ichida kalkam aslida berilgan 10 lik armaturadan. Lekin bu firma qilyapti 12 lik armaturadan. Mustahkam bo'lsa degan maqsadda. Lekin bu ilk qator armatura bo'lishi kerak emasmidi bu? Proyekt o'rtasida proyektda sentrda ko'rsatilgan, qurgan narsa bu. Shak 20 ga 20. Shak 20 ga 20 o'rtasidan bir yap. Endi bu qanday bosilgan bir sinov ko'rilgan chiqadida bu. Sinov ko'rilgan. Lekin endi bu yerlar qumloq yerdan nimasam o'rganib ko'riladi. Ko'p yerlarda shunday qilganmiz, ikki qator bo'lgan. Shunda ham lekin bir qarab chiqish kerak lekin shunda ham. Hurmatli fuqarolar, mana ko'ribsizlar, hammasi loyiha asosida deyapti. Hech qanday yechimga izminiya bo'lmagan, proyektlarimiz ham hech qanday qalbakilashtirmagan deb turibdi va original paket bilan birga loyihamizga ko'rsatib turibdi. Biroq qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, albatta buni o'zlarining tegishli eksperimentlari va boshqalari mutaxassislar tomonidan beriladi. Biz bu narsani faqat o'zimiz qiziqtirgan, jamoatchilikni qiziqtirgan savollarga bu javob izlaymiz. Faqat shu. Qarang, og'aylar, oldinda qarnabek keldi, bu muzab qolgan edi, bu beton. Abi o'tib qo'limdan metim ishlab, bizga aqloqlar to'rt ko'rsatdim. Bu qayta bu yerda beton qayta buzilib, qayta quyilgan bu. Qaytadan beton quyilgan. Hozir kunning sog'ida bu muzab qo'yilgan yermi? Yo'q. Muzab qolmasa kerak, Antimaroz var. Günüzün çekmezler diyor. Var mı? Var. Antimaroz qo'shilgan. Biroq buni texnologlar kelib albatta tekshirib, agar texnologlar qabul qilsagina naryadda bo'ladi. Bu sizlarning qo'lda emas bu narsa. To'g'rimi? Endi qara, bular kapital remont bo'ldi ham bo'lsa ham. Lekin yiqib qayta solinmagan. Yo'q. Endi bular to'g'ri. Bu yerda bir fundament trishina var. Например, da? Lekin fundamentlar olsa stenalarında yo'q-ku. Ha, fundament trishina var, bak stenalar trishina yo'q. Bu
Agar qancha ishlatilgan? treshina bo'lganda buni buzib qaytadan qurishga urinadi. Bundan bittasining treshina. To'g'ri, sizlar men yechim emas burada. Buni qancha mutaxassislar tomonidan o'rganilgan. chiqilib, keyin O'rganib chiqilgan, qancha boshqa chetlar bari o'rganib chiqilgan, to'g'rimi? Просто bizlar jamoatchilik nazoratida bu xalqimizga shu narsani solayotgan shu o'quv maskanimizni shunday mustahkam bo'lib, shunday proyektlar asosida solinib yotdi deb maqsadimiz shuni yaratib berish bo'ldi. To'g'rimi? Bo'ldi, unda boshqa tishlar aytmayman. Azat aka, xudo xohlasa savollarimizga javob oldik deymizmi? Fuqarolarniki bu savol. Aslida meniki emas. Men ham shuga kelib qiziqtirgan, o'zimga qiziqgan fikrlarimni aytib o'tdim. Siz ham o'zingizga qiziqgan fikrlaringizni aytdingiz. Lekin yana bir marta aytaman. Bu 100% bu Azat akam prorab ikomizning xulosamiz emas bu. Bu bizning fikrimiz bo'lib hisoblanadi. Sababi tegishli mutaxassislar tomonidan xulosa chiqariladi. Biz hech qanday xulosa chiqarishga unda kuchga ega emasmiz. Yana bir marta aytib o'tamiz. To'g'rimi Azat aka? Burada faqat jamoatchilikda qiziqtirgan, fuqarolarni qiziqtirgan savollarni просто o'zlaringiz fikrlaringiz bilan birgalikda o'rganib chiqdik bu narsalarni. Azat aka, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aha.